Kanada parlamenti 1 fevral günü Xitoyning ziyonkashligidan qechib chiqib, muqimsiz davlatlarda yashayotgan xavf-xatar ostidagi Uyg'ur musofirlarini Kanadaga qabul qilish qaror loyihasini ovoz qo'yishni rasmiy parlamentining kun tartibiga kirgizgan. Hozir qadar hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasini o'z ichiga olgan parlamentdagi 5 partiyaning hammasining qo'llashiga erishib kelgan qaror loyihasining parlamentda birdek ovoz bilan ma'qullanishi faraz qilinmoqda. 5 yildan beri munozir va talashlar chiqilib kelgan bu qaror loyihasi hokimiyat beshidagi Liberallar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Samir Zubari tomonidan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, qaror loyihasi o'qitish partiya parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan edi. Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining bildirishicha, bu qitim qaror loyihasining birdek ovoz bilan ma'qullanish ehtimoli yuqori bo'lib qolmay, qaror loyihasiga hukumat kabineti a'zolarining qo'llab ovoz berish ehtimolligi yuqori ekan. Qaror loyihasida Kanada ko'chmanlar, musofirlar va fuqarolik idorasining musofirlar va insonparvarlik o'rinlashtirish planidan jiddiy foydalanib, qo'g'dashga muhtoj bo'lgan 10 ming Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning Kanadaga kirishini tezlatish, 2024-yildan boshlab kelgusi 2 yil ichida Kanadaga ko'chirib kelish talab qilingan ekan. Lekin mutaxassislar qaror loyihasi ma'qullanib, hukumat ijro qilishga boshlagan taqdirdami, hukumatning bunga ketadigan pulni hal qilishi, bexatarlik va salomatlik tekshirishi, barmoq izi ilish, Uyg'ur musofirlarini ular turishliq davlatlardan qandoq elib chiqish qatorliq texnikalik masalalarni hal qilishga to'g'ri keladiganligini bildirmoqda. Lekin Uyg'ur haqlarini qo'g'dash qurilishining aytishicha, qaror loyihasi 1 fevral kuni rasmiy ma'qullansa, Uyg'ur musofirlarini qabul qilish 2024-yil yanvar oyidan boshlanib, 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelishi reallikqa aylandi ekan. Amerika va Yaponiya 6 yanvar kuni ikki davlat hukumatlarining orasida xizmat korpusi qurib, ta'minlash zanjirida majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsanchiliklarga taqobil turish salmoqini kuchaytirish to'g'risida kelishim imzolagan. Yaponiya Kyoto agentligining xabar qilishicha, bu xizmat korpusiga Amerika savdo vakili ishxonasi va Yaponiya savdo iqtisod va sanoat ministrligi tang rahbarlik qiladi ekan. Xabarda Amerika Uyg'ur majburiy emgakiga qarata cheklashni kuchaytirayotgan bir vaqtda, bu xizmat korpusi ikki davlatning o'zaro uchur almashtirish supsi, savdo sohasi bilan bo'lgan dialogni qolaylashtirish rolini o'ynaydiganligi ta'kidlangan. Amerika hukumatining o'tgan yili 6-oydan boshlab yo'l qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini dunyoning asosiy paxta, pomidor, kuntaxta bazasi bo'lgan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklagan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoy shirkatlarining eksport mahsulotlarining atalmish Xinjiang bilan bo'lgan bog'lanishini yoshirayotganligini aytgan. Kyoto agentligining bildirishicha, Amerika savdo vakili Katerin Tay ikki davlat orasidagi kelishimni mamnunlik bilan qarshi olganligini, bu ikki davlat savdo hamkorligining konkret mahsuli ekanligini ta'kidlagan. Yaponiya savdo ministri Yasutoshi Nishimura kelishim imzolash marosimini qilgan so'zida, ta'minlash zanjiridagi kishilik huquq dafsanchiligiga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydiganligi, xizmat korpusi Yaponiya va Amerika shirkatlarining kishilik huquqini qo'g'dashga texnik aktiv qatnashishiga yordamli bo'lganligini aytgan. Bunun oldida Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi o'tgan hafta Xitoyning Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish biyontuani eksport qilgan chinallarni tutib qolganligini e'lon qilgan edi. Saudiya Arabiston Xitoy virusi yuqum mezgilida hojilar qo'yilgan yosh va son cheklamasining bu yil bekor qilinganligini uqtirdi. Saudiya Arabiston Haj va Umra ishlar ministri Tavfiq Ar-Rabi'a Jiddada o'tkazilgan 2023-yillik Haj ko'rgazmasining ochilish marosimidagi so'zida bu yil hojilarga hech qanday yosh cheklamiz qo'yilmaydiganligini va hojilar sonining yuqumdan ilgarigiga o'xshash bo'lganligini bildirdi. Saudiya Arabiston Xitoy virus yuqum sababidan 2020-yildan boshlab hojilarga yosh va son cheklamiz qo'ygan. Bu sababdan 2019-yili 2.500.000 mingga yetgan hojilarning soni 2020-yili 10 mingga, 2021-yili 60 mingga, 2022-yili 779 ming, 919 nafar boshqa davlatlardan bo'lib, jami 899.353 ga qisqartirilgan ekan. Xitoy virusi yuqum boshlangandan buyon 2020-yili mart oyida yo'l qo'yishga boshlagan chegara ig'izlaridagi kontrol tadbirlarini bekor qilgan Xitoyga Istanbuldan tunji aeroplan uchish ishga oshirildi. Xitoydagi karantin tadbirlarining oxirlashishi bilan tunji xalqaro uchish Xitoy aerodromlariga ishga oshirilgandan keyin Turkiyadan tunji uchish boshlangan. Xitoy havo yo'llari shirkati Xitoy virus yuqumidan keyin 240 yo'lovchisi bilan Istanbuldan Guangzhou shahriga tunji uchishni ishga oshirdi. İstanbul Cho'ng aerodromi aviatsiya taraqqiyot ishlari direktori tunji uchish munosabati bilan o'tkazilgan marosimni qilgan so'zida, Wuhandan keyin Guangzhouga Yevropa bo'yicha eng cho'ng aerodrom bo'lgan Istanbul aerodromidan uchish boshlanganligini ta'kidlab, Istanbul aerodromida Xitoy yo'lovchilari qilingan mulozimat turlarining ko'pligini bildirgan.
Odam qeriganda avval putdan qeriydi degan gap bor. Bu o'ttir yosh va yashanganlarning so'ngak bo'g'imida osonlik kalsiy eqib ketish ko'rilishi bilan munosabatlik. Hozir kalsiy to'liqlash nurg'un kishining kundalik sog'lomlikni asrashishdagi muhim bir halqaga aylandi. 20 yoshdan burungi vaqt so'ngak kalsiy yig'adigan eng yaxshi mezgil bo'lib, kalsiy tarkibi yuqori yemeklik yeyish intayin muhim. 30-35 yoshgacha so'ngak zishligi yuqori palla qimmat turadigan bo'lib, uningdan keyin bargan siri shalanglashidi. O'ttir yoshliklar va yashanganlar oshqozon, uchayning qabul qilish iqtidori tuvanlaydi. Bo'libmi ayollarda hayz to'xtagandan keyin kalsiy qabul qilish iqtidori tuvanlab, nihoyat osonli kalsiy kamchilik ko'riladi. Shunga 35 yoshdan keyin cho'qim muvofiq miqdorda kalsiy to'liqlash kerak. Kalsiy to'liqlash bilan bir vaqtda vitamin D to'liqlashmi intayin muhim bo'lib, vitamin D ning asosiy roli kalsiy metabolizmini tangshab, kalsiyning sumirilishi va so'ngak tuzilishini ilgari surdi. Davomliq oftob sinib berganda badandagi vitamin D3 ning berikishi ilgari surilib, odam badanidagi kalsiyning sumirilishiga foydali. Aholilarning oziqlanish ko'rsatmasidagi kalsiyning qabul qilish miqdori quramiga yetganlarning kuniga 800 mg, o'rta yosh yashanganlarning 1000 mg bo'lib, iste'molchilar donasi kichikroq yutish tipidagi kalsiy to'liqlash mahsulotlarini iste'mol qilsa bir qadar yaxshi bo'ladi.